أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد biz kitabımızda çoğun cihetten çoğun türge bölüp bunun birincisi el-adilletu şer'iyye, ikincisi el-ahkam el-şer'iyye, üçüncüsü el-kavaid el-usuliyye el-lugaviyye, dördüncüsü el-kavaid el-usuliyye el-teşri'iyye de dört çoğun bölüğen. Ondan keyin şunun birincisi el-adille el-şer'iyyeni çoğun cihetten onu bölüğen. Bunun birincisi el-kitab, bu doğrulukmu ma'lum düşüncelendirip öttük. İkincisi es-sünneh. Bu doğrulukmu aldığımız dersimizde ma'lum düşüncelerge bulduk. Hem de bugünkü dersimiz şu 10 çoğun adille şer'iyyeninki üçüncüsü el-icma. Hem de icma meselesi Peygamber aleyhissalatu vesselam dünyadaki vaktida, hayat vaktida icma meselesi yok. Çünkü Resulullah hayat vaktida şeriatning manbasi, dinning dalil asosi Qur'on va hadis. Bir masala yuz bersa, ya shu to'g'ri oyat tushadi, Rasululloh uni sahobalarga o'qib beratdi, hallatdi. Yoki Payg'ambar alayhisolatu vasallam Allah vahiy qilgan hadislardan sahobalarga so'zlab beratdi, bu masala hallatdi. Shu sabab bilan Rasulullohning musulmonlarga yetakchilik qilgan, din o'rgatgan 23 yil hayotida ijmo degan hukm yo'q. Ondan keyin Rasululloh dunyodan ketgandan keyin islom dunyosi Abu Bakr radhiyallohu anhuning xalifaligi bilan Rasulullohning keyingi hayotini boshladi. Hammalarga ma'lum, mayli Abu Bakr radhiyallohu anhu bo'lsin yoki Umar radhiyallohu anhu bo'lsin yoki undan boshqa sahobalar bo'lsin, sahobalar diniy masalalarda intayin ehtiyot qilgan bo'lgan. Hatto Rasululloh mundaq dedi desa, Rasulullohga bu yolg'ondan chopinib qilish ehtimoli bo'lib qilishni oldini olish uchun o'sha hadislarni qabul qilishda, hadislarni degan hadislarni boshqalardan elishda intayin ehtiyot qiladi. Hamda hadislarga nisbatan shunday ehtiyotchan pozitsiya tutgandan keyin tabiiyla boshqa shariatning manbalari haqida ehtiyotchan pozitsiya tutishi tabiiy. Shu tufayli Abu Bakr radhiyallohu anhu, yoki Umar radhiyallohu anhu, yoki undan keyingi xalifa Rashidlar bo'lsin, hammasi birdek bir masala yuz bersa, bu masala haqida madam Qur'ondan aniq bir oyat bo'lmaganida yoki sahih hadisdan aniq bir dalil topolmaganida sahobalarning cho'nglarini yig'ib, shulardan maslahat solib, aranglarda ma masalaning hukmini bildiganlar bormi? Payg'ambar alayhisalomdan bir dalil anglaganlar bormi deb shularning maslahati bilan yoki ijmo'i bilan qilibdi. Endi garchi Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar radhiyallohu anhu, undan keyingi sahobalarning xalifalarning qilgan bu ishini biz hozir tunishtirmoqchi bo'lgan ijmo degan ilmiy tariqaga dal udullab biz shuni ijmo deyolmasakmi, lekin shu sahobalarning vujudiga singan, biz hozir deyotgan ijmoning asosi yoki ijmoning yildizi deb tushunishga bo'ladi. Chunki sahobalarning shu ishi keyingi davrlardagi ijmo degan bir turni maydonga kelgan. Ijmo degan adilla shar'iyyatning birini maydonga kelgan. Chunki Abu Bakr radhiyallohu anhu dunyodan ketib boshqa qildi. Umar radhiyallohu anhu dunyodan ketib boshqa qildi. Uningga ergashib undan keyingi xalifalar dunyo shunday qilib shu masalalarni yangi paydo bo'lgan navozillar haqida hukmni shu paytda chiqardi. Undan keyin biz ilgirki darslarimizda yoki boshqa kitoblarimizda so'zlagandek islom ilmiychilik sohasi boshlangan. Hamma palla mustaqil bir pallashgan, ilmiylashgan davrga qadam qo'ygandan tortib, bu mu shularning shu qilgan shu yildizi sabablik, shu ish sabablik keyin ijmo degan bir turga asos bo'ldi. Mana bu bizning hozir so'zmoqchi bo'lgan ijmoimiz shu. Ya'ni asli yildizi Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar radhiyallohu anhular Rasululloh dunyodan ketgandan keyingi masalalarga qarata tutgan pozitsiyasi, shu masalalarni hal qilish uslub yo'lini asos qilgan holda undan keyin ijmo degan bir narsa qana qildi, shakllandi. Endi ijmo biz o'tgan bosqichlardan bayatni so'zlagandek shu Abu Bakr radhiyallohu anhuning davri, xalifalarning to'rt xalifaning davri, undan keyingi tabiinlarning davri,
nisbeten hem de tabiinlarning davrida ijmo sal pasaygan davrdaymiz hisobda. Chunki butun sahobalar yoki sahobalardan keyin kelgan cho'ng tabiin ulamolarning hammasi islom dunyosining har qaysi taraflariga taqilgan bo'lgach, bu vaqtida birlikka kelib o'rtaq bir masalani ro'yobga chiqish ahvoli intayin nima tuvan. Mana shu omil tufaylidan ma davrda sal paslagan, undan keyingi tabiiy tabiin davrini mujtahidlarning davri deb qo'yamiz. Fuqaholarning shu davrida andan keyin ijmo masalalari ko'tarilib chiqishga boshlagan. Garchi endi har mazhabning sohiblari, har mazhabdagi faqihlar o'zining burunqi imomlarniki bir masalaga kelgan o'rtaq tushunchisini ijmoni da'vo qilib, ijmo degandek chiqqan bo'lsa-mu, har holda ijmo shu xulofar rashidillarning davri, undan keyingi tabiinlarning davri, undan keyingi mujtahidlarning davri bo'lib, bir qancha davrlarni biz ta bugunga yetib kelgan. Ondan keyin ijmo masalasi haqida yuqoridagi ijmoninki besib kelgan qadam bosqichlardan boshqa shu kitoblar to'liq uchraydigan askarlik tegishli bir g'izgab ijmo da'vosi. Biz kitoblarda uchratamiz ahlul ilm ajma'a ala kaza, ahlul ilm ala kaza, hukiyal ijmo an bi kaza degandek bir gaplar bilan ahli ilmning ijmo qilgan, ahlul musulmonning ijmo qilgan degandek bir gaplarni anglaymiz. Bu icmalarning ko'pinchisi ya icma sukutiga tava yoki shu ma'lum doiradagi ulamolarning ijmoiga tava bo'ladi. Aynen tatbiqlash to'g'ri qilsa, bi ma'nal kalima biz hozir tunishtirmoqchi bo'lgan ijmoga sal to'g'ri kelmaydi. Nima gapni deyishimiz, o'quvchimiz shunday ijmoga to'g'ri kelib qolgan vaqtida biz hozir usul fiqhda o'qigan shar'iy dalilning 3-chi bo'lgan Qur'on hadisdan qolib qolsa, eng kuchli dalil hisoblanadigan ma ijmoni shu ijmo aynan huwa deb o'ylab qolmasin deganlik islom da'vatimiz. Har holda ijmoning bahsi intayin kengri. İcma haqida har kitoblar yozilgan. Endi avtor bizga ma kitobning hajmi, andikin bu kitobni o'qiydigan o'quvchilarning saviyasiga mos qadamda ijmoning umumiy holatlaridan bir oddiy tushuntirish bergan. Agar o'quvchilarimiz ijmoning taraflari, shartlari, har zamondagi o'zgarishlari, har asrdagi mujtahidlarning ijmo tutgan pozitsiyasi, ijmoningki qabul qilinmaslik, ulamolarning, fuqaholarning ijmo haqidagi ixtilofotlari va buning boshqa tarmoqlarini ko'rmoqchi bo'lsa, buningdan cho'ngroq kitoblarga murojaat qilsa bo'ladi yoki bizning bundan keyin shu usul fiqh yoki ijmo haqida xos chiqarmoqchi bo'lgan darslarimizga qarasa bo'ladi. Endi ijmoning shu ahvollarini deb bo'lgandan keyin biz ijmoning ta'rifotiga kelsak, al-ijmo' deb qo'yamiz. Ajma'a yujmi'udan chiqqan masdar lug'at jihatda ikki xil ma'noga ega. Birisi al-azm degan ma'noga ega. Masalan, Qur'oni Karimda ajma'a degan so'z al-azm ma'nosi bilan iroda, maqsad, masalan bir ishni qilishga bel bog'lagan irodani ko'rsatadi. Masalan, fa ajmi'u amrakum va shurakaakum ma'runda rasmiy iroda qilish, fa ajmi'u amrakum degan ma'noda. Ya'ni i'zimu, ya'ni azm qilish ma'nosida. Yana bir hadisda payg'ambar alayhisalom man lam yujmi'is siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Bamda tong otishdan ilgari ro'zini niyat qilmagan odamninki u kunlik ro'za bo'lmaydi dedi. Mishadimi? Man lam yujmi'is siyamdagi yujmi' nimmanista? Azm ma'nosida. Ikkinchi ma'nosi ittifoq ma'nosi va bu ma'nosi ham o'ylanga tunishliq ma'no. Lug'at jihatga ijmoning ta'rifati bo'lib qolsa, istiloh jihatda avtor shuna deydi. Al-ijmo' fi istiloh al-usuliyyin, usuliylarning istilohidagi, mushu sohadagi ijmo'. Amniyadagi usuliylarning istilohidagi ijmo' deb gapni avtor biroqlan boshladi. Amaliyotda ijmo' haqida Nazzamninki ayrim ta'rifati va G'azzalining ta'rifati va amma ta'rifatlar shu ijmo sohasida bir fikr sifatida kitoblarda tilga olingan. Buni ulamolar tadavvul qilgan. Masalan, sharhi rad qabul taraflardan. Lekin jumhurlarninki, shu usul sohasiga jumhurlarninki ko'p sonliqininki, mutlaq ko'p sonliqininki o'rtaqlashgan ta'rifati hozir avtor akaga shu avtor o'quvchilarimizning saviyasiga yarasha buni udlan akaldi. Agar ijmo to'g'riliq boshqa ulamolarning fikrini ko'makchi bo'lsak, bilmoqchi bo'lsak, shu kitoblarga murojaat qilsak bo'ladi. Ammo hozir biz o'qimoqchi bo'lgani jumhurul ulama, jumhurul usuliyinninki ta'rifi. Davatudo huwa اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول
ala hukmin şer'iyyin fi vaqi'a. İttifaq cemi'il mujtehidin, bütün mujtehidlerinin ittifaq kelişi. Minel muslimin, musulmanlardan bolgan mujtehidlerinin fi asr minel usur, zamanlardan ma'lum bir zaman içinde. Davrlardan bir davr içinde. Ba'da vafatır Rasul, Rasulullah vafat etip bolgandan keyin ala hukmin şer'iyyin, ma'lum bir şer'i hükümge, ma iş haram, halal, yecuz, la yecuz, mubah degandek. Fi vaqi'a, ma'lum bir vaqalik tiki şer'i hükümge, ma'lum bir asrda Rasulullah vafat etip bolgandan keyin musulmanlardan bolgan mujtehidler ortak ittifaqlaşgan bolsa, mana bunu biz nim deymiz, icma deymiz. Texmi izahlaga vaqtimizda Abdur bunu o'zi izahlab davatıdı. فإذا وقعت حادثة bir vaqalik hadise yüz berdi ve uridat ala jami'il mujtehidin min al-ummat al-islamiyya, İslam ummatının bolgan barliq mujtehidlerge bu to'g'rilandi. Yani yüz bergan vaqtida xudo hozirgi zamonda bir ish paydo bo'lib qolsa, hamma ulamoni oldiga keladi masalan, hamma ulamoni oldiga keladi. Ular shu vaqalikdagi bir hukm ittifoq kelgan bo'lsa, bularning ittifoqi ijmo deb ataladi. Bularning ittifoqi ijmo. Ya ular o'rtaq bir yerga kelib, "Amsa mana shta qilandik, ashta qara qilandik." Ha, ashta qilla. Mening kallamdan o'tdi. Mening kallamdagi dalillarni buni qo'llaydi. Tamam. Bu bir xil shakli. Yoki bo'lmasa, fardan asosda. Umi o'zi yolg'iz, bumi o'zi yolg'iz, hammasi o'zining shu masaladagi fikrini bayon qildi. Keyin bu fikrlar to'plangandan keyin o'rtaq bir nuqtaga mana yig'ildi o fikrlar. Ya'ni A'ning fikri, Ma'ning fikri hammasi bir yerga keldi. Manda shaklda ittifoq kelgan bo'lsin. Demak, ya ijtimoan yoki bo'lmasa fardan shaklda ish qilib bir davrda yuz bergan ma'lum hodisaga shu davrning ulamolarining, mujtahidlarining, esingda bo'lsin, avom emas, hatto olim deganlar emas, mujtahidlarning, bu haqda biz to'xtalamiz taqa. Mujtahidlarning bir hukmga ittifoq kelishi ijmo bo'ladi. Albatta, bu nuqtaga alohida diqqat qilinglar. Har bir mujtahid, odatda biz bir ustozimiz yoki yurt mushozir davrimizdagi cho'ngroq bir ulamoning bir fikr chiqargan fatvosi yoki fikrini biz cho'ng bilamiz ham buni biz zalqa. Agishdan bir gap, fikr, ma'mundaq dedi, buni bunda tushundirish bad deymiz. Endi shu davrning bütün mujtahidlari. Aniki bir nuqta alohida bor. Har mujtahid boshqalarga o'xshamaslik qilmasdan, qo'rqmasdan, bir manfaatga bog'lanmasdan dalilga tayangan. Bunda o'qigan vaqtda tabiiyki buning eng kuchli dalil ekanligi bir amaliy isbotda. Shunga Abu Bakr radhiyallohu anhuning qilgani shu xarakterdagi ish. Bir odamning ijtihodi bir kishilik bo'ladi. Ikki odamning ijtihodi ikki kishilik bo'ladi. Din degan o'ylashadigan masala emas. Din bir odamning emas. Unda o'ganda qiyomat kunisi qilgan ishlarimizga ajrning o'rniga jazo qilmaslik uchun hamma bilan diniy masalada qanaqaligini alohida diqqat qilish kerak. Abu Bakr mushu ummatning ichidagi payg'ambar alayhisolamning qapqasi eng yaxshi kishi hisoblanadi. Shu kishimi masalalarda ensirab, qo'rqib, o'zi yolg'iz fatvo bermay, yolg'iz hukm chiqarmay, boshqalarni umumyuzlik yig'ib to'plab o'rtaq bir ijmo shaklda hukm chiqarishga intilg'ayada bugungi zamonimizdagi mujtahid darajasiga yetgan emas. Yoki olim aran degil bo'ladigan yoki olimlar qatorida sanaladigan kishilarning mujtahid degil olmaydi hamda o'z oldiga nurg'un masalalarda bosh-bosh taqdiq bilan fatvo berishlari, hukmni chiqarib o'tishlari bu haqiqatan kishini afsuslantiradi. Navbatdagi musulmonlar jamiyatidagi tafriqchilikninki, bo'linishlarninki hech asossiz yoki manbasiz emas ekanligini bizga tushuntirib turadi. Agar hozirgi dunyoda, hozirgi davrimizda biz o'zimizning kimligini obdan bilamiz. Abu Bakrga bizni hargiz tanqilib bo'lmaydi. O'zimizni tunib, o'zimizning ahvolini o'zimiz obdan mo'lcharlab, o'zimizni baholab Abu Bakr radhiyallohu anhu qilgan ehtiyotning 10dan birini qilsak, inshaalloh ixtilof tugaydi. Musulmonlar dunyosi hozirda holatda qolmaydi. Davatudu فإذا وقعت حادثة وعرضت على جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية وقت حدوثها. Şu bir hadiseden birisi yüz berip, şu yüz bergan vaqtida İslam ummatının bo'lgan barliq mujtahidlarga to'g'rilanib, ular shu hadisdagi bir hukmga ittifoq kelsa, bularning ittifoqi ijmo deb atiladi. Bularning shu vaqalikdagi bir hukmga qilgan ijmo'i shuning dalili hisoblanadiki, ma hukm shu vaqalikdagi shariatning hukmi deganligiga dalil bo'lib hisoblanadi. Endi ta'rifatda innama qiyil fi ta'rif ba'da vafatir rasul. Ta'rifatda Rasulullahning vafotidan keyin deyilishning sababi chunki Rasulullahning hayotida, men bayatning darsida deb o'tganimizdek, Rasululloh o'z yolg'iz tashri'iy manba, tashri'iy marja, ya'ni meniki marjah deb yozib qo'yibdi kitobga, marja. Biror shar'iy hukmda ixtilof degan narsa mavjud emas, ittifoq degan narsa mavjud emas, chunki ittifoq deganimiz bir qancha sondan shakllangan ish. Shunga Rasulullahning davrida ixtilof yo'q, ittifoq yo'q, chunki manba bir.
Xo'sh, endi yuqoridagi ta'rifotdan biz ijmo'da bo'lishga tegishli bir qancha asosiy taraflarni bayqab chiqdik. Ba'zi kitoblarda 5 ga turadi, ba'zi kitoblarda asosan avtorimizga 4 ni ko'rsatib turadi. Shu avtorda aytadi arkanuhu. Ijmo'ning arkan degani ijmo'ning asosiy taraflari. Ijmo'ning ta'rifatida shunday deb keldiki, ijmo deganimiz asrlarning ichidagi ma'lum bir asrdagi musulmonlardan bo'lgan mujtahidlarning o'rtaq bir shar'iy hukmga ittifoq kelishi dedi. Mush yerdan shar'an chigiladigan ijmo'ning arkonlari, ya'ni shar'an ijmo'ning arkonlari, ya'ni uning siz chigilmaydigan ijmo'ning arkonlari 4. Buning birinchisi ayyujada fi asr wuqu'il hadisa adadu min al-mujtahidin. Shu hodisa yuz bergan vaqtida mujtahidlardan bir qanchasi bo'lishi. Mujtahid bo'lish. Ikkinchisi, aslan qaranglar. Shu hodisa yuz bergan vaqtida musulmonlardan bo'lgan mujtahidlarning hammasininki shu vaqalikda shariy hukmga ittifoq kelishi. Ikkinchisi ittifoq bo'lish. Birinchisi mujtahidlarning bo'lishi, ikkinchisi ittifoqlik shakllanish. Uchinchisi ayyakuna ittifoquhum bi ibda'i kulli wahid minhum ra'yahu sarihan, yani o'zining fikrini qanday oshkor holat o'tirib qo'yishi fil voqea, shu vaqalikda, ya'ni demak cho'g'ini oshkor o'tirib qo'yish kerak. Yoki zimnan, yoki sukut orqali. To'rtinchisi aslan qaranglar. Cho'qim ashu hukmga chiqarilgan ittifoq mujtahidlarning hammasidan shakllanishi kerakki, birasi boshqa fikr bo'lib qolsa, ijmo bo'lmaydi. Ana uni boshdan kelayli. Birinchisida hodisa yuz bergan davrda, asrda mujtahidlarning bir qanchasi tepilish bu birinchi arkon, birinchi asos dedi. Am bu haqda nurg'un bahs va Abdurubiyada jiq gap qilmay bir Abdullah masalani hal qildi. Ammo biz talibul ilmlar shu usul fiqhni o'qiyman deganlar bu haqda nurg'un shu temaga munosabatlik bahslar va buni cho'qim ko'rib chiqish kerak. Masalan, mujtahid degan kim? Qanadan mujtahid bo'ladi? Shurutul mujtahidning sharti nima? Ondan keyin ijmo, avomlar bilan bo'lgan ijmo, ulamolar bilan bo'lgan ijmo, mujtahidlar bilan bo'lgan ijmo, bularning o'rtasidagi farq qaysi asos emas? Ondan keyin fiqh kitoblarda uchrab qolamiz, ahlul Madinaning ijmoida bir gap bor. Ahlul Haramayn, ahlul Misrning ijmoida bilan bir gaplar bor. Xulafar Rashidillarning ijmoida bir gaplar bor. Ijmoul Atira, Ali Baytning ijmoida bir gaplar bor. Mujtahidlarning ko'pinchisining ijmo degan bir gaplar bor. Ondan keyin ijmo davri tugagan, taraqqiy qilgan, munqariz bo'lgan bir mushbahslar bor. Mujtahid deganga munosabatlik, mushlarning hammasi biz ko'rib chiqish tegishli, qalimiz o'tkazishga tegishli temalarning birisi. Ya'ni qachon tugagan ijmo davri, qachon boshlangan, mujtahid degan kimlar, qanday mujtahid bo'ladi? Kitoblarda uchraydigan Madina ahli ijmo qildi, ahlul Haramayn ijmo qildi, ahlul Atira ijmo qildi, Xulafa ar-Rashidin bunga ijmo qildi degandek ijmolarning martaba darajasi qaysi o'rinda? Degandek bir xil bir bo'lak bahslar bizning oldimizdan o'tish kerak. O'zimizdan gapga kelaylik, mujtahidlar bo'lish kerak deganlik, chunki ittifoq deganimiz uningdan har fikr qolganlarga mos keladigan bir qancha fikrda tasavvur qilinadi. Amaliyot ittifoq deganga bir nechadan bo'lmasa ittifoq bo'lmaydi-da. Agar shu vaqt mujtahidlarning bir qanchasining borligini xoliqas degani, ya'ni shu vaqtda asla mujtahid lam yujad tepilmasa, yoki mujtahidun vahidun bas birla mujtahid tepilsa ma asrda shar'an ijmo qancha chigilmaydi. Yuqoridagi shartga asosan mushuning qatoridan Rasulullohning davrida ijmo yo'q, chunki Rasululloh o'z davridagi birdan bir mujtahid, Rasulullohdan boshqa odamninki shariat haqida uni yoki buni desh haqqi yo'q u vaqtida. Xo'sh, bu birinchi shart. Ikkinchi shartga kelsak, yuz bergan vaqtida musulmonlarning bo'lgan mujtahidlarning hammasi shu vaqalikda shar'iy hukmga ittifoq kelish dedi. Ya'ni ularningki shahri, ularning jinsi, ularning toifasi, ularning mazhabidan nazarini qartish bilan, ya'ni nazarini saqit qilib turib, musulmonlikka bo'ladi ekan, mujtahidlar bo'ladi ekan, mayli o sunniy ulamni, shiy ulamni yoki boshqa mazhabda ulamni, cho'qim musulmon deb atalsa, bularning hammasi ittifoq kelish kerak. Agar bir vaqalikda Haramayn ahlininki mujtahidlari ittifoq kelibdi. Masalan, iboyatman degandek,
yoki Iroq ahlining mujtahidlari ittifoq qilibdi masalan, yoki Hijaz ahlining mujtahidlari ittifoq qilibdi, yoki Ahli Bayt bayatning ahli aqida degani shu, yoki ahli sunnaning mujtahidlari ahli shiisiz. Bunda bo'lib qolsa, yana maxsus ittifoq bilan ijmo shakllanmaydi. Har holda uningmi, u ittifoqningmi odatda shaxsiy ijtihod qilgan vaqtda, fardiy ijtihod qilgan vaqtda albatta darajasi bo'ladi-da, yuqori. Ammo biz deyotgan ijmo uningdan shakllanmaydi. Chunki ijmo degan nima desa, islom dunyosininki hodisa yuz bergan vaqtdagi mujtahidlarning umumisidan umumiy yuzlik bir ittifoqlar shakllanadi. Qandaqdir boshqa ma'lum bir qismi, ma'lum bir mazhab yoki ma'lum bir rayon mana taraflar ittifoq. Ammo biz bu yerda mujtahid degan gapni qildik. Mujtahidning g'ayrini e'tibor qilamiz. La ibrata bi g'ayril mujtahidin. Mujtahid emaslarni avomlar, masalan, ibodat mamutimin o'tirib qo'ydim. Avom va ijmo, andagi mujtahid emas ulamolar, masalan, Mavlaninki e'tibor qilinmaydi yana. Bu ikkinchi shart, ikkinchi arkan. Üçüncü rukn ise icmaninki. Bularning ittifoqi ulardan har birisininki o'zining ra'yini shu vaqalikda sarih ifodalashi. Sarih ifodalash degan menga desa ya dish, ya qilish. Mayli savoan ularning birining ifodalashi qavlan bo'lsin, ig'izda ma'ning hukmi ma'uda buni fatvo bergan bo'lsin. Bi'an, ya'ni shu vaqalikda bir fatvo berish orqali yoki fi'lan bo'lsin, amaliy harakat, ya'ni uningda bir qado bilan hukm qilgan bo'lsin. Yoki mayli ulardan har bir o'zining fikrini ala infirot, yolg'iz oshkorlagan bo'lsin. Fikrlarni bir yerga to'plab kelgandan uning ittifoqi keyin oshkor bo'lgan bunda bo'lsin. Yoki ular o'zining fikrlarini mujtamiin bir yerga yig'ilib o'tirib oshkorlagan bo'lsin. Ya'ni islom dunyosining mujtahidlarining hammasi vaqa yuz bergan davrda bir yerga to'planib, ularga masala to'g'rilanib, ular o'zaro o'ylanib fikr yurgizgandan keyin, ba'da tabadul degan fikr yurgizgandan keyin, bu jihatdan nazar o'zining ko'z qarashini o'tirib qo'ygandan keyin, mushu vaqalikdagi bir hukmga o'rtaq ittifoq kelgan bo'lsin. Qanday bo'lsin, mujtahidlar o'zining fikrini o'tirib qo'ygan bo'lish kerak. Mayli o'tirib qo'yish shakli biz bayatni degandek, hammasi yolg'iz o'tirib qo'yib, keyin to'planish orqali ittifoq kelib qolganligi oydinlashsin. Yoki bir yerga yig'ilib o'tirib, qanday qilamiz deb o'tirib, o'z ma'lum bir dalilga tayinib turib, bir ittifoq bir hukmga ittifoq kelsin. Qanday shaklda bo'lsin, ish qilib mujtahidlar o'zining fikrini o'tirib qo'yish kerak. To'rtinchi ijmoning arkoni ittifoq shu hukmga mujtahidlarning hammasidan shakllanishi kerak. Agar ularning ko'pincha ittifoq kelganda, bayatni dedim, ijmo aksarul mujtahidin deb. Mushu masalamiz shu. Ularning ko'pincha ittifoq kelgan bo'lsa, yana o'xshashlar ko'plarning ittifoq bilan ijmo chekilmaydi. Mayli qarashliq qilganlarning soni az bo'lib ketsin, ittifoq kelganlarning soni ko'p bo'lib ketsin. 100 mujtahid bo'lib, biz xato qiladigan mujtahiddan 98 ittifoq qilib, 2 ittifoq qilamiz, yana ijmo bo'lmaydi. Chunki madam ixtilof tepildi degan gap. Ixtilof degan gap, avvalo hukmga qo'shilmadi degan gap, uning ma'lum dalili bor degan gapda. Yani to'g'rininki bir tarafda, xatoning bir tarafda bo'lish ehtimoli bor degan gap. Yani bu odatda fardi ijtihoddan farq bo'lmay qoladi vaqt. Garchi ko'p shu fardninki ko'p bo'lish az bo'lishdan ijtihodning darajasining yuqoriligi ifodalansin, ammo yani bizga ijmo bo'lmaydi bu yerda. Unda bo'lganda yana ko'pning ittifoqi qat'iy mulzima bo'lgan shar'iy hujjat bo'lmaydi. Mayli biz bir nuqta qilindi bo'lsin. Ko'p odam ittifoq kelsinmi ijmo olmaydi deganlik, ko'p odam ittifoq kelsin buning hukmi og'ilmaydi deganlik emas. Biz qiyosda bir babni o'qiymiz. Bir mujtahid ma'lum dalilga tayinib, ma'lum bir fikrini, ma'lum qiyosga asoslanib turib chiqarsa, uning fikrini o'xshash hujjat. Ammo biz deyotgani, biz tushuntirayotgan ijmo masalasi. Ijmo qiyosning darajasi yuqori, qat'iy zanniy emas. Manda hukm bo'lg'achqa darajaga yetmaydi. Shu eng oxirida gap turdinki, hujjatan, shar'iyatan, qat'iyatan, mulzimatan deb oxirisiga qat'iy mulzim degan gapni qo'shib qo'yishning sababi qat'iy bo'lmaydi. Lekin shu ko'p mujtahidlarning ittifoqga hozirgi dunyoda majma'lar bor. Palani majma, masalan Riyozdagi majma' fiqh islomiy manda qaror chiqadi deb qo'ydi. Albatta u majma'larga necha 10, necha 100 ulamolar yig'ilib chiqargan hukmlar shaxsiy bir ulamoning, shaxsiy bir mujtahidning chiqargan hukmidan necha hissa kuchli bo'ladi, bu tabiiy ahvol. Ammo biz deyotgan ijmo'ni shu shartlarni inchik qo'yapmiz. Ijmo qat'iy bir hukmga aylanadi. Qat'iy hukm degan gap ikkinchi qatam buzg'ilmaydigan, qarshilik qilish harom bo'lgan hukm degan gap. Ammo hozirgi masalan majma'larning qarorlari ijmo darajasiga yetmasa, shaxslarning qarorlaridan albatta yuqoriladi, makalimiz bo'lib qolsin. Xo'sh. Endi ijmoning hujjatlik masalasiga kelsak, biz bayatni darsning boshida ijmoning asli yildizininki
icmanın asli yıldızınınki, Peygamber aleyhisselam dünyadan ketkendiğin keyinki 4 halifinin, yani Raşidin halifelerinin ve ondan keyinki devirlerde yıldızınınki şu yerge tutuşup, şu yerde ma'lum bir küçük kürünüşlerinki şekillengenlikin dep öttük. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh'un meselelerde etraftaki sahabalarını yığıştırı, Ömer radıyallahu anh'un etraftaki sahabalarını yığıştırı ve başka halifelerin şu bir mesele yulaqqa vaqtida öz aldıqlar hüküm çıkarıb etmesini etrafdakilarni yığıb turib qana qilishi hüküm chiqarishlarining hammasi buning isbot bo'ladi. Shu yerdan ilingan bo'ladi. Endi biz buningga ilmiy shakldagi bir paket, ilmiy shakldagi bir hujjat bo'lishi kerak. Hujjat bo'lishi kerak. Abdurdavatudu hujjiyatuhu ijma'ning hujjatiga kelsak, iza tahaqqaqa arkanul ijma' al-arba'a. Ijma'ning 4 arkani ro'yobga chiqqan vaqtida. Yani qanday ro'yobga chiqdi desa, bi an uhsiya, ya'ni shu orqaliqki asrlardan bir asrda Rasulullohning vafotidan keyingi asrlardan bir asrda shu asrdagi musulmonlarning mujtahidlarining hammasi sanab chiqilsa, ularning shaharlarining o'xshamasligi, jinslarining o'xshamasligi, mazhablarining o'xshamasligi bilan turib, masalan, hamma mujtahidlar sanab chiqilsa, o'z vaqtida sanab chiqish qiyin bo'lsa-mu, hozir mumkin. Tamamen bizim bugungi davrimizda tamamen mumkin. Ve urdat alayhim waqi'atun. Ularga bir vaqalikda o'tirib qo'yilsa, nimishqa shu vaqalikning shar'iy hukmini bilish uchun. Xo'sh, shayxlar, ma vaqalik munda yuz berdi. Tijoratning mashakli yangi paydo bo'ldi bugungi zamonda. Anda munda oldu. Buning nisbatan sizlarning fikringiz qanday ekan deb o'tirib qo'yilsa, wa abda kullu mujtahidin minhum ra'yahu sarahatan fi hukmiha. Şu vaqalikning hukmi haqidagi o'zining fikrini mayli qavl bilan, mayli fe'l bilan, mayli mujtami'in bir yerga yig'ilib o'tirib, yoki munfaridin yolg'iz asosida o'zining fikrini o'tirib qo'ysa, masalan, yig'ilsin bo'ladi, yig'ilmasin bo'ladi hamda, yoki shu paytda fatvo versin bo'ladi, qavl bo'ladi, yoki shu bo'yicha hukm chiqarsin bo'ladi, fe'l bo'ladi. Ondan keyin wattafaqat ara'uhum jami'an. Ularning fikrlarining hammasi o'rtaq asosda shu vaqalikdagi bir hukmga ittifoq kelsa, yuqoridagidek 4 arkanning hammasi shakllangan vaqtida kana hadal hukmul muttafaq alay, mush ittifoq kelgan hukm shar'iy agishish vojib bo'ladigan, qarshi turish layajuz, to'g'ri bo'lmaydigan qonun bo'ladi shu vaqtida. Qat'iy qarshilik qilolmaydi, uning ta'vil qilolmaydi ani. Wa laysa lil mujtahidin fi asrin talin. Kinki asrdagi mujtahidlarningki ma vaqalikni qaytadan ijtihadning o'rni qilib, qaytadan ijtihad qilishning o'rni yo'q. Çünkü ma vaqalikda ma ijma bilan sabit bo'lgan hukm odatda qanday hukmga aylanadi? Hukmun shar'iyyun qat'iyyun. Qat'iy hukmga aylanadi. Qat'iy degan gap uni ikkinchi bir tarafga tatbiqlanmaydigan ehtimolsiz degan gapda la majala li muxalafatihi, uni qarshi turishning o'rni yo'q va yoki uni mansub qilish amaldan qoldirishning o'rni yo'q bir hukmga aylangan bo'ladi. Anda olgandan keyin biz yuqoridagi mazmunlarda shuni dedik, hamda yuqoridagi abzas bizning shunda bo'ladi. Bunda qilib bir kuchlik bir dalilninki yoki bunda bir kuchlik bir ijmoda bir turninki kuchlik bir o'ringa ega bo'lish uchun, kuchlik maqomga ega qilish uchun, kuchga ega qilish uchun buning bir dalil kerakda. Xo'sh, ana dalilingiz nima bo'lsa, val burhan ala hujjatil ijma ma yati. Ijmoning hujjatligiga qarata faktlar tuvandagidek bo'ladi. Yani avtor qisqa keldi. Ama yani bu kengir tafsilotlarini ama şu ayetlerinin ameli tatbiqlanishi, bunun qarta ulamolarninki o'tirib qo'ygan fikri, asrlarga bu sahada chiqqan datalash, ularning bu ijmoning hujjatligiga keltirgan dalillari, rad qilganlarning dalillari to'g'riliq tafsil emasmi? Yana shu boshqa cho'ng kitoblarga qaratilish to'g'ri keldi. Men oldi bilan alohida eskartib qo'ydim. Ijmo cho'ng tema. Bu kitobda 6-7 bet ulanlam tugatgan bilan bu bek cho'ng tema. Buni ulanlam biz bo'ldi qilib qolsak bo'lmaydi. Bu haqda haqiqiy keng ma'lumot qilishmoqchi bo'lsak, cho'ng kitoblarga yurish qilishimiz kerak, mutolaa qilishimiz kerak. To'yib. Ijmoning hujjatligiga paket tuandikicha. Avvalan Abdur hisobda 3 dona dalil keltirdi. Birinchisi Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mu'minlarni o'ziga itoat qilish va Rasulga itoat qilishga buyurgandek, ularning ichidagi ish egalariga itoat qilishga qana qildi buyurdi. Dedi ki, ya eyyuhellezine amanu ati'ullah ve ati'ur rasul ve ulul emri minkum. Müslümanların umumiyüzlük itaatte Allah'a itaat kılış. Yani bu Kur'an'da temsil kılıdı. Resulü'ye itaat kılış, hadiste temsil kılıdı. Anlakin aranlardaki iş ilgileri. İş ilgileri degeni her sahanın işe okşamaydı, işe okşamagandek ilgileri okşamaydı. Siyaset babında
ish egalari, amirlar, hokimlar, raislar bo'lsa, xalifalar bo'lsa, ilmiy babdagi ish egalari shu ilmiy sohadagi mujtahidlar bo'ladi. Anda diniy mazmunlarda, dinning ishlarida, shariat babida kimga itoat qiling degan gap mujtahidga. Deb Abdur Mataribning dalil oladi. Davotudki Abdur amr degan so'z, buning ma'nosi shan, ma'lum bir soha ish degan ma'noda. Bu degan am bo'lib diniy ishlarni o'z ichiga oladi, dunyoviy ishlarni o'z ichiga oladi. Dunyoviy ishlarning sohib egalari bular podshohlar, amirlar, valiylar bo'lib qolsa, diniy ishlarning egalari mujtahidlar va ahli fatvo hisoblanadi. Va ba'zi mufassirlarmi shularning başida Ibn Abbas va mujoyatdagi ulul amr deganni ulamo deb tafsir qiladi. Ya'ni ba'zilar amirlar, valiylar deb tafsir qiladi. Zohir amaliyati tafsir, zohir esa hammani o'z ichiga oladigan ma'no bilan tafsir qilish va har firqaninki shuningga xos oid ishlarda o'z nimasiga itoat qilishni vojib qiladigan mazmun bilan tafsir qilish bu zohir hukm. Ya'ni har sohaning egasi o'xshamaydi emasman. Va zohir esa hammani o'z ichiga oladigan mazmun bilan va har firqaninki shu firqaning Fima huwa min sha'nihi degan gap har firqaga, qaysi firqa, mayli amirlar bo'lsin yoki ulamolar bo'lsin, har firqaga shu firqaning munosabatlik ishlaridan bo'lgan doirada, sohada har firqaga itoat qilishni talab qiladigan, taqozo qiladigan hukm bilan tafsir qilish eng zohir hukm. Ya'ni ulamolarga diniy ishlarda, umaralarga siyosiy ishlarda. Xo'sh, endi gapimiz bu yerda bir xulosaga keldi-ku. Faida anoganda biz diniy ishlarda ustida ketayotgan bo'lgandan keyin tashri' babida, ahkam babida, shariat babida ulul amri, kimlar ulul amri? Mujtahidlar. Bir hukmga ijmo qilgan bo'lsa, shu hukmga ergashish vojib va ularning hukmini ijro qilish Qur'onning nassi bilan vojib. Chunki Qur'on dediki va ulul amri minkum. Yana bir o'rinda walau radduhu ila rasul debulab va ila ulul amri minhum. Ularning ichidagi ish egalariga qaytargan bo'lsa, la alimahu alladhina yasmitunahu minhum. Demak, ma oyatda muhim nimaga buyuryapti? Ulul amrga masalalarni qaytarish, ulul amrdan elish masalalarining hukmini ma'nan qaytaryapti. Alloh subhanahu va taolo bir oyatda payg'ambar alayhisolamga qarshi chiqqan kishilarga ogohlantirish bilan birga mu'minlarning yo'lidan ayrilib chiqqan, mu'minlarning yo'lidan chiqqan kishilarga ogohlantirish berib davodadigan va may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda va yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla va nuslihi jahannam va sa'at masira. Kimki Rasulullohga qarshi chiqadigan deb bo'lib, min ba'di ma tabayyana lahul huda ila ashkar bo'lgandan keyin davotida va yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Mu'minlarning yo'lining g'ayriga ergashsa, mu'minlarning yo'lining g'ayriga ergashsa degani mu'minlar yo'l shakllantirish, bir ishni yo'l tutib menish, o'zining yo'lini muayyanlashtirishda o'zining mujtahidlari bilan tamsil qilinadi. Mu'minlarning yo'li degani mu'minlarga mujtahidlar ko'rsatgan yo'l bo'ldi, tabiiylan. Mush oyat haqida bunday bir voqelik va İmam Şafii rahimahullah şu Mısır'da minberning ustini so'zlayotgan vaqtda bir odam kelib, ijmo aqidalarining nima deb so'ragan. Hamdalika o'z vaqtiga cho'ng mujtahidlardan savol so'raydiganlarni o'yinib so'raydi. Xalq odam so'ramaydi. Bular javob berishdimi o'yinib javob beradi. Ko'ngilda maqsad qilayotgan taraflarini qarshi taraf tushunadi. Qarshi tarafning bergan javobining ichidagi yushungan mazmunlarni qarshi taraf. Bu nayt oddiy gap. O İmam Şafii olup undan gapni bilmaydi emas. Kichik o'quvchilar, usul fiqh o'quvchilar ijmoning dalilini nima desa, keltirganlarni birini deydi. Lekin odamning so'rayotgani balkim ijmoga haqiqiy o'limonning qanoat qildira olgudek dalil nima degan vaqtda İmam Şafii 3 kun o'ylanib, 3 kundan keyin va ma yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda va yattabi ghayra sabilil mu'minin deb mush yani dalil qilib ketgan vaqt odam qaylab ketgan. Shu bir og'iz gap bilan Nimishqa bu haqda albatta İmam Şafii'ning ochib bergan javobining o'zining tahtiga ushungan hukmlar va uni albatta odam qanaqa qilib tushungan bo'lgan chiqadi. Bu odatda oddiy ish emas. Bu birinchi dalil ijmoning hujjat ekanligiga. Ikkinchi dalil أن الحكم الذي اتفقت عليه آراء جميع المجتهدين في الأمة الإسلامية. İslam ummetideki bütün mujtahidlarninki fikri ittifaq kelgan hukm mahiyatda ummatning hukmi hisoblanadi, mujtahidlarda tamsil qilingan. Mujtahidlar ummatning vakillari.
Mujtahidlar qanday qaror chiqarsa, o mening qarori hisoblanadi. Ana mujtahidlarning ittifoqi degan gap butun bir ummatning ittifoqi degan gap. Holbuki Payg'ambar alayhisolamdan, sahobalardan nurg'un hadis va asarlar ummatning xatolikdan saqlanganligi, xatolashmaydiganligi, garchi afratni xatolasimi, ummat umumyuzlik holatda bir xatolikka tushib qolmaydiganligi haqida kelgan hadislar bor. Masalan, shu hadislarning qatoridan la tajtami'u ummati ala xato. Yani bir hadisda lam yakunillohu liyajma'a ummati ala dalalah. Muhaddislar masalan, yani bir hadis var, ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa 'inda Allohi hasan. Mesela bunun içinde zayıfedis ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Zayıfedis yoki idmasning so'zi deyilishi deyilgan gaplar bor. Ammo bu yerda bu zayıf bo'lsa-mu, lekin medisning o'tirib qo'yayotgan mazmuni boshqa dinning asosiy prinsip, dinning asosiy ruhiy maqosidlarini ifodalangan bo'lg'achqa faqat ifodalashga mos kelgan uchun aytayotgan gap. Qanaq turib bo'lmasa zayıfedisni bu yerda bir dalil faktlar dalil qo'ymaydi, ha? Aslında deyishimiz chunki mujtahidlarning umumisiningki bir voqelikdagi bir hukmga ittifoq kelishi, ularning ko'z qarashlarining o'xshamasligi, ularning qurshab turgan muhitlarning o'xshamasligi, ularning ixtilof qilishiga turli sabablar to'liq turib, ixtilof qilsa qila oladi, ularning gapini e'tiborga olinadi turib, bir hukmga ittifoq kelganligi, shuning daliliki haq va to'g'rining birligi, dal ularning so'zlari birlikka kelgan shu va ularning ixtilof omillaridan g'alaba qilgan taraf shu deganligining dalili bo'ladi. Qayta. Ya'ni shu yuqoridagidek bu umumiy ummatningki gaplarining birga kelishi ijmo bu qat'iy deyishimizning sababi chunki mujtahidlarning hammasiningki bir voqelikdagi bir hukm ittifoq kelishi, ularning nazar ko'z qarashlarining o'xshamasligi, ularning qurshab turgan muhitlarning o'xshamasligi, ularning ixtiloflashishiga turli sabablar to'liq turishlar birga turib ayna ittifoq kelganligi, shuningga dalilki haq va rostning bir bo'lishi u o'simi ularning so'zini bir yerga akagini, ularning ixtilof omillarining g'alaba qilgani shu. Demak, bu yerdagi masala haqiqati bir deganlikning nimasi dalili. Bu ikkinchi dalil. Üçüncü dalil. Ma'ki oldidagi birinchi dalil oyatlarga tayandi, ikkinchi dalil hadislarga, uchinchi dalil aqliy dalil. Üçüncü dalilimiz ijmoning hujjatligiga. Bir shar'iy hukmga qilgan ijmo cho'qim shar'iy bir tayanishga asoslangan bo'lishi kerak. La budda yakuna qad buni ala mustanad shar'iy. Shar'iy bir tayanishga. Qanday turaliqqa mujtahid o'yda o'tiribliganda chiqiblar mana bunda devitliya deb deydigan bo'lmaydi bu. Cho'qim bir dalilga tayanadi. Chunki islomiy mujtahidning had hudud cheklamalari bo'lib, u mujtahidning u cheklamalardan o'tib ketishi la yasu. Biz bayatdan aralıq qısırıp öttük. Mujtahid degan kim? Shurutul mujtahid. Mujtahidning shartlari qaysi degandek bir gaplar bor. Unda hozirning tegishli bir shartlar bor. Shu mujtahidning shu hukmni ijtihod qilishda bir nas bo'lsa, nas bo'lmagan ekan, bu mujtahidning ijtihodati nasning tushunchasidan nas dalolat qilgan mazmunni bilishni o'tib ketmaydi. Shu voqelikda bir nas bo'lmagan ekan, mujtahidning ijtihodati shu voqelikning hukmini yoki shu o'zining hukmini shu voqelikni nasb bo'lgan ishlarga qiyos qilish vositasi, shariatning qoida umumiy prinsiplarini tatbiqlash vositasi yoki shariat turg'izgan istihson, istishab, muraatul urf, masalih mursaliga o'xshash dalillar bilan dalil keltirish orqali yakunlashdan o'tib ketmaydi. Demakki, o'g'ini mujtahid cho'qim bir dalilga tayanadi. Nas olsa nasga, nas olmay qolgan taqdirda boshqa dalillarga tayanadi. Xo'sh, demak, har holda gapimizning xulosasi mujtahidning cho'qim bir dalili bo'lishi kerak. Va iza kana ijtihadul mujtahid, mujtahidning ijtihadati shar'iy dalilga tayanish kerak degan gapga o'rtoqlashgan vaqtimiz. Bunda bo'lsa, masalan, unda olganda butun mujtahidlarningki bir voqelikdagi bir hukmga ittifoq kelganligining o'zi bu yerda keskin hukmni ifodalaydigan shar'iy dalilning borligiga dalil. Xo'sh, 100 mujtahid var, yoki 10 mujtahid var bir asrda. Ma mujtahidning bir dalilga tayinib, ma hukm, ma voqelik hukmi ma dedi. A mujtahidning dalilga tayinib, buning hukmi ma dedi. U mujtahidning dalilga tayinib, buning hukmi ma dedi. A mujtahidning dalilga tayinib, buning hukmi ma dedi. Hammaning gapi o'xshash chiqdi. Tamam. Buni o'zi nima ifodasi desa, hammalarning dalilining o'xshash bir dalil ekanligining dalili. Anda olganda hammalarning dalili o'rtaq bir mazmunni chiqara oladi degan gap bu hukm
keskinlashadi degan gap. Ehtimollik yo'q. Ikkinchi bir xil hukm chiqishga ehtimollik yo'q, keskinlashadi degan gapda. Chunki agar uni tayangan dalil zon yo'q qolsa, odatda undan ittifoq shaklida zon degan gap ehtimollik degan gapda. Mavla hammasini o'rtaq qilishlar, hammasini dalili qat'iy qilib ketgan gap. Asli ittifoq qilishning ilgari zonni. Lekin ittifoq shakllangandan zonni degan do'qimiz ehtimollik do'q. Boshqa ehtimollik yo'qoldi, hammasini dalili qat'iy qiladi. Chunki zonni keskin aqllarni ixtilof qilishning sahasi. Chunki ehtimol borda unda. Ama hammasi bir nuqta ittifoq keldi degan gap bularning dalillaridan ikkinchi bir ma'noning, ikkinchi bir hukmning o'rnish ehtimoli tugudi degan gap. Ehtimol tugudi degan gap ma'lumning qo'llangan dalili zannilikdan qat'iylikka o'zgardi degan gap. Qat'iyga o'zgardi degan gap chiqqan hukm qat'iy bo'ldi degan gap. Am bu olaqa bayatning ijmo to'g'riligidan asosan fiqhiy nuqtadagi ijmolarni davatimiz ba'zi vaqtda Qur'onning bir oyatini tafsir qilishga mufassirlarning ijmo deydigan bir gaplar bo'ladi. Hadislarning ma'lum bir tushunchaga ijmo bo'ladi. Aqallisi bir jumlaningki grammatikalik o'rni undaq bo'lganligiga nahyullarning ijmo bo'ladi. Bundaq ijmolarmi bor? Davatida shundaqla ijmo bir voqelikdagi bir hukmga ijmo bo'lganidek bir nasning ta'viloti, tafsiri yoki nasning hukmini illatlash, unga bog'langan sifatini illatni bayon qilish qatorliq taraflarga bo'ladi. Har sohadagi kishilarning o'z sohasidagi ma'lum bir nuqtaga o'rtoqlashganini ham ijmo deb ataladi. Lekin bizning maktabda asos maqsad qilganimiz fiqh sohasidagi ma'lum bir hukmga qilgan hisoblanadi, ijmo hisoblanadi. Xo'sh, ijmoni yuqoridagi ta'rifat bo'yicha ta'rif qildik, tushundik, lekin ijmoni sal qiyin ko'rdik. Chunki onda shaklni bo'lishi sal tas. Amaliyotda bir asrdagi butun mujtahidlarning hammaning qana qilinishi, yig'ilishi, ular islom dunyosining doirasini tayin qiladi. Ularning hammasini o'z fikrini o'tirib qo'yishi, ba'zi o'tirib qo'ymay yoki anglamay o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Undan keyin ularning bir yerga kelishi, bu ahvollarni o'ylasak, haqiqatan bu bir tas ahvol. Zada uning chigilishi mumkinmi? Imkon in'iqodihi desa, mishakaga vaqtimi ulamolarning naytijiq bahsi datalashları var. Bu haqda hamda avtor o'zining qarashi bo'yicha o'zining fikrini yengil asosda kitoblarga singdirib o'tib ketib qoldi mayada. Chunki bizning saviyamiz shunga to'g'ri keladi, kitobning hajmi shunga to'g'ri keladi. Ammo yana bu haqdagi boshqa ulamolarning fikri tafsiriy mazmunlarga murojaat qilish to'g'ri keladi. Chunki men davomli da'vatimni ta'kidlayapman, ijmo kichik tema emas, cho'ng tema. Ulamolardan bir bo'lib turib, shunning qatorida Nazzam bir qism shiylar va davatida ma ijmo ki uning yuqoridagi arkoni oydinlashgan ijmoning odati chegilishi mumkin emas. Chunki arkonlarining topilishi qiyin. Anda deyishimiz, chunki bir shaxs ijtihod martabasiga yetdimi o'lchaydigan qiyos topilmaydi. O'lcham yo'q. Hukm madem mujtahid emas deb hukm qilishda murojaat qiladigan bir hukm yo'q. Unda mujtahidlarni mujtahid emaslardan ayrishtirish qiyin. Undan birinchi arkonda mujtahidlarning bo'lishiga qarasak, zodi kim mujtahid? Qanday odam mujtahid? Buning bir o'lcham yo'q deydi. Ammo o'lcham qo'ysa bo'ladi bunga. Boshqa ulamolarning o'tirib qolgan fikrida cho'qim ilmiyligi deganning hozir bo'libmi bugungi davrimizda ma'lum bir o'lcham bor. Bularning unvon bu degandek ahvollar bilan va amaliy uningki besb etilgan bir qadam marhala bosqichlar bilan o'lchiladi deb o'ylaydiganlarmi bor. Her halde ben agerden alsa kısırıvatıma Abdur'un fikri mağul. Velev furide maqul eğer perez kılınan takdirde İslam dünyasındaki müctehidlerinin şahısları şu vaka yüzbege vakti ma'rufun tunuşluk ba müctehidler de perez kılınan takdirde mi bir vakalikte umum yüzlük ulanın fikirge haber tepiş yaqinni ifoda etadigan yo'llar shunga yaqinroq yo'llar bilan qiyin deydi. Bu ilgili deyilgan gap, ammo bugungi zamonimizda yana qiyin emas. Chunki hozirgi zamonda dunyodagi tunishliqlar odam bo'ladi ekan, ularning hammani 2 soatning ichida mayli nada bo'lsin bir yig'ib bo'lish tamamen mumkin. Yoki nahv maydoniga kelmasimi, hozir bu ushbu vositalar bilan ularning fikrining hammani bilish tamamen mumkin. Hozir dunyo bir kichik kanatga o'xshab qoldi. Chunki ular xilma-xil qit'alarga tarqalgan, yiroq shaharlarga tarqalgan, o'xshamagan tavallik, o'xshamagan davlatlarga tarqalgan muxtaliful jinsiya va tabiiyya. Unda o'g'anki ularni to'plash, o'rtaq fikrini elishga yo'l qulay olmay qoladi va ulardan har birining fikrini ishonch qilinadigan yo'llar bilan yo'tkazishga ham qulay olmay qoladi. Bu o'z vaqtiga deyilgan gap bo'lsin, lekin bugungi zamonimiz bayatlar o'tgandek tamamen mumkin. Xo'sh, valav furida ma'qul umum faraz qilinsin. Mujtahidlarning shaxslari tunlubdi, arifu
Ularning fikriga ishonchi qildigan yo'llar bilan xabar topishmi ham mumkin bo'libdi. Xo'sh, unda bo'lsa kim? Shu mujtahid shu voqelikdagi o'zining fikrini oshkorlagan mujtahid, shu fikrida boshqalarning fikri ilinib bo'g'icha ching qilib qoldi deb kim kaforatlik beradi? Bu mu hamda ma fikrimi, ma gapmi tozaliqqa o'tmas gap. Bunu bugün günümüzde. Uzaktan ötmez ki efendim. Onun alaka madem bir fikrini oturup koydu, onun fikrini yapılıp başkalarının fikrini yapıp oğuça mesela bölünmüge asasında OK'nin yeni olduğu başka gap hem yeni veriş ihtimali nahit az persen o ihtimallık az işlerine ekilip çoğun şartlarga karşı şekilde delil ekilişke tazı muvafık emez. Ondan keyin onun birer şübhe to'g'ri qilib o'zining fikridan boshqalarning fikrini elishni ilgari yeni velishdan nima to'sadi emas. Yeni vasqana qilib da'vat edildi. Halbuki ijmoning chekilishining sharti mujtahidlarning hammasining bir hukmda, bir vaqtda bir hukmga birla vaqtda ittifoq kelishining isbotlanishi to'g'rida ma 4-3-parazni o'tirib qo'ydi-da. Xo'sh, ma gap bo'yicha olgan vaqtda Nazomning va Shiilarning ma degan gapi bo'yicha olgan vaqtda ijmo chekilmaydi. Ijmo degan narsa yo'q deb inkor qildi degan gap. Ammo ijmoning chekilishni mumkin emasligini qo'llaydigan mazmunlarning birisi yana annahu law inqa'ada agar u chekilgan taqdirda cho'qim shar'iy dalilga tayangan bo'ladi. Tamam. Shar'iy mujtahid cho'qim o'zining ijtihodida bir dalilga tayinish kerak. Endi ijmo qilib tayangan dalili qat'iy bo'lib qolsa, odatda maxfiy bo'lish mahol. Chunki musulmonlarga shar'iy qat'iy dalil maxfiy bo'lmaydi. Mujtahid va mujtahidlar ijmoga qaytishga muhtoj bo'lib qolgudek. Agar zanni bo'lib qolsa, odatda zanni dalildan ijmo shakllanishi va mahol. Chunki zanni dalil cho'qqim ixtilofning o'rni bo'ladi deb ma gapni qiladi. Endi Abturning ko'z qarashimi o'sha ijmoning chekilmaydiganligiga mayl bo'lgancha, bu gaplarni garchi olinib fikr bo'lsa, o'zining asosiy fikri shaklida akab qo'ydi. Buning boshqa raddiyan bermadi, ammo buning raddiyalarini, bu fikrlarning aniqlamalarini boshqa kitoblardan ko'rsak bo'ladi. Ammo hozirlikqa anglab o'tib ketish kerak. İbn Hazm o'zininki Al-Ahkam degan kitobida Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal mushu gapni ham ijmo chekilmaydi deganlarninki qo'llanilgan dalillarning birisi. Dadamning bunday deganligini oldim. Ya'ni Imom Ahmad Hanbalning da'vat qilganligini da'vatidi. Bir odam ijmoni da'vo qilgan ish va huwa al-kizb, ya'ni o'rga yolg'on ish. Qanday odam ijmoni da'vo qilsa, odam kaza. Belki kişiler ixtilof qilib, bu bilmagan bo'lishi mumkin, bunga yetmagan bo'lishi mumkin. Shunga dish to'g'ri tutib qolsa, kishilarning ixtilof qilganligini bilmaymiz desin deb Imom Ahmad ibn Hanbalninki manda ehtiyotdan degan gaplarini ijmoga qarshi dalil sifatida qo'llanildi. Bu Mavlanoning fikri. Endi jumhur ulamolarning ko'z qarashiga kelsak, zahaba jumhurul ulama. Jumhur ulamolar shu ko'z qarashga bordiki, ijmo odatda chekilish tamoman mumkin. Bular deydiki, ijmoning chekilishining mumkinligini inkor qiluvchilar amaliy real ishlarda shakk tashlashdan chiqib ketmaydi degan. Bularning da'vatlari hammasi bu atgan ishlarda boshqalarni qana qilish, shubhaga tashlash. Ijmoning amaliy chekilganligiga nisbatan eng oshkor dalil deb kelib, bular bir qancha dalillarni tilg'aladi, ya'ni ijmoning chekilganligini isbotlaydiganligiga. Masalan, shuning qatoridan birisi Abu Bakr radhiyallohu anhuning xalifaligi. Hammalar bilasizlar, Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh dunyodan ketgan vaqtda nomzodlikni ko'rsatilmay ketgan. Rasululloh qanaqdir Abu Bakr radhiyallohu anhuni ma'ni xalifa qilgan degan emas. Ana degan bo'lsa, Rasulullohning gapi bilan xalifa qilsa desak bo'ladi. Lekin dunyodan ketdi. 3 kun atrofida hali uzun vaqt xalifalik kim xalifa bo'ladi, kim izbosar bo'ladi, aniqlanmay, hamma bilan da'vatlash qilgan asosida bir kunni o'tkazdi. Oxirida hamma bilan o'rtaq birlikli bo'ldi, qoyil bo'ldik deb Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa qildi. Bu bir misol. Masalan, cho'shqining mening haromligi o'zining go'shiga qiyos qilib, cho'shqining go'shiga qiyos qilib, bu bil ittifoq mo'mayga oltin bir miros berish shu sahada kelgan hadislarga asoslanib balaning balasininki o'g'il bilan mirosni chekildigan o'g'il bo'lib qolsa navrig miros tegmaydiganligi bu shu ijmo'an undan boshqa juz'iy qildi nurg'un misollar akaga o'tirsak bakja. Ammo mishadagi bir masala ijmo'ninki biz hozir degandek ma'lum bir dalilga tayanib, masalan hozirgi Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifaligi buni Rasulullohning namozida imom qilganligiga qiyos qiladi. Cho'shqining meyning haromligi go'shiga qiyos qiladi. Mo'mayga oltidan bir miros berish buning to'g'riliq hadisi bor. Va undan boshqa biz aytgan gaplarning hammasi ma'lum dalilga tayangandan keyin shakllangan ijmo. Ammo ijmoning yana bir qismi her zaman yüz beradigan, o'z vaqt yüz beradigan emas. Her zaman yüz beradigan.
delilga tayanmaydigan, balki maslaha va boshqa nuqtalarga tayanib turib bo'ladigan ijmolar bor. Ma'qildagi ijmolar sal chigilishi ma'noga qarag'an vaqtda sal qiyinroq bo'ladi. Chunki bu ishlar chunki har odamningki maslaha qarashi yoki har odamning urf qarashi o'xshamagan bo'lg'achqa, yuqoridagidek hadisga tayanib yoki oyatdan chiqqan hukmlarga yoki oyatdagi ba'zi bir mazmunlarga qiyos qilgan tayanib chiqqan hukmlarda o'rtoqlashgan bilan, lekin qolgan taraflarda sal o'rtoq bir fikrga ijmo qilib, bir o'rtoq bir nishon bir masalaga o'rtoq ittifoqlashishda sal masala bor. Shu atrafildimi? Vahbat Zuhayl'ninki Usulul Fiqh İslami'den kitabında xeyli tafsili, şu noktalarni xeyli tafsili bayon qilmoqlik. Agar sizlar bir kengroq ma'lumot qilmoqchi bo'lsangiz, shu yerga murojaat qilsangiz bo'ladi. Xolos. Abdur jumhurning fikridan avvalning fikrine kelib, o'zi tarjih qildi. Vallazi arahu ar-rajih. Men rajih deb qaraydigan taraf qaysi desa, ijmo. Müşahede Abdur'un göz qarashida bir taraflilik var. Gerçi Abdur'un göz qarashi ba'zi ulamolarning kitoblarida tilga elinib tanqid qilingan ahvollarim bor. Lekin mushu ko'z qarashdan ozroq nazar borda, chunki boshqa ulamolarning bu haqda xil kuchli fikrlari bor. Ammo biz mushu kitobni o'qiyotgan vaqtda Abdurga bir sadoqat halik tufaylidan buni o'qib, yani tafsir tushunib o'timiz hamda. Rajih deb qaraydigan fikr ijmo o'zining ta'rifati. Biz bayon qilgan arkonlar bilan odatda uni chegilishi mumkin emas, agar buning ishi islom ummatlarining shaxslariga va xalqlariga topshirilsa. Mumkin emas deydi. Buning chegilishi mumkin qana chaqda desa, buning ijmoning ishiga islom o'xshamagan islom hukumatlarining bo'lsa, ega bo'lsa. Chunki har hukumat shu to'liqlansa, shaxs ijtihod martabasiga yetadigan ijtihodiy ruxsatlarni mushar to'liqlangan kishiga ijtihodiy ruxsatlarni beralaydigan shartlarni muayyanlashtiradi. Bu orqali har hukumat o'zining mujtahidlarini va har qanday voqelikdagi u mujtahidlarning ko'z qarashini bilalaydi. Hamda har hukumat o'zining mujtahidlarininki voqelikdagi fikrlarini bilalasa, mujtahidlarning hammasini butun islom davlatlaridagi mujtahidlar hammasining fikrlari o'rtaq, mush voqeadagi bir hukmga ittifoq kelsa, ijmo bo'ladi. Dal ijmo qilingan hukm shar'iy hukm bo'lib, musulmonlarning hammasiga unga ergashish vojib bo'ladigan shar'iy hukm bo'lib deydi Abdurning ko'z qarashida. Abdurning hozirgi navbatdagi, Abdur yashagan shu davrdagi va hozirgi jamiyatimizdagi ahvollarga qarab to'g'ri keladi shu fikri. Ammo chegilmaydi deb keskin debatishning o'zimi xalqlarning o'ziga qo'yitilsa, toza muvofiq gaplar. Masalan, aqalli bir misol desak, istinsohul bashar deb qo'yamiz. Adamning kilollash masalasi. Bu masalaga masalan islom ummatininki mayli xilma-xil firqa bo'lsin, islom, musulmonlik deydigan har qanday ulamo buni haromligini ijmo qilgan. Masalan, endi bu bir oddiy misol. Shunga o'xshagan tabiiy hech kim ega bo'lmasa, hukumat boshlab qilmasa, ulamo tarafidan berilgan ijmolar albatta chekiladi-da. Amaliy chekilgan ahvol bormi desa, ijmo yuqoridagi hukm bilan asrlardan bir asrda Rasululloh deb bo'lgandan keyin amaliy chekilgan ahvol bo'lmasa, yo'q deydi masalan. Ama bizde de abayatın Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ki sahabaların yıkkını biz mi dersinin başında öttük. Hazırki biz tunuştuğun icmanın özgü aynen tabiqlanması muşa icmanın ki deslepki bu yıldız hesaplanıdı. Qanda qadam sahabalar hüküm qilgan vaqaliklarga murojaat qilsa, bularning ki şu vaqalikdagi hukmini ijmo deb e'tiborga olsa, şu aydınlaşıdı ki ijmo biz hozir tushundirgan ma'no bilan yuz bermaklik. Faqatlam yüzbegine şu vaqtdagi bağladın bo'lgan ittifoq, ilm egalari, fikr egalaridan to'g'rilangan hodisadagi bir hukmga ittifoq bas. Amaliyotda u jamoatning shurosidan chiqqan hukm shaxsning fikridan emas. Ammo uni ijmo deyishga hozirgi biz o'tirib qo'ygan ko'z qarash shart sharoitlar bilan ijmo deyishga bo'lmaydi deydi. Masalan, bir necha misol keltirib rivoyat qilish Abu Bakr radhiyallohu anhuga bir da'vo dasturi kelib qolsa, Allohning kitobida, Rasulullohning sunnatida uning bir shishim topolmasa, hukm qilgan ishini topolmasa, kishilarning cho'nglarini, boshlarini, yaxshilarini yig'ib maslahat solibdi. Ular bir fikrga ijmo qilsa, ijro qilibdi. Umar shunday qilibdi. Demak, bu yerda shak yo'qki, mimma la rayba fihi shak yo'q masalaning birisi kishilarningki Abu Bakr to'plagan shu da'vo to'g'ri bo'lgan vaqtda boshlari va yaxshilari musulmonlarning cho'nglari va yaxshilarining hammasi emas. Chunki ularning nurg'ulari Makkada, Shomda, Yamanda, jihad maydonlarida. Albatta, demak Madinada qolganlari hammasi emas. Qanaqdir Abu Bakr radhiyallohu anhu bir da'vo dasturidagi shishimni xilma-xil shaharlardagi sahobalarning mujtahidlarining hammasining fikridan xabar topganda kechikdi deb hech qanday bir asar kelmaglik. Balki Abu Bakr radhiyallohu anhu shu vaqtda hozir o'g'onlar ittifoq kelgan hukmni ijro qilaverdik. Chunki
jamoatning fikri haqqa shaxsning fikridan nima yaqin. Umar mu shunday qildi. Mana kim ijmo deb atagan. Kim fuqarolar ijmo deb atagan deydi. Emniyeti bu icma emas deydi Abdur mesela. Bu gibi bir asası var. Bu hakikatte cemaatinin ki çıkan hükmü şahsına emas. Bunda ahval fakat sahabeler devrinde tepilgan Andalus'taki Umevi esril deril devrinin bazı tepilgan ahvalı. Onu bula Hicriye'nin 2. yılları ölümalardan bir bölükni teşri' babıda istişare kılıp maslahat aldığanga toplagan kevvenu. Şuna Andalus ölümalarının köpünçündeki tarihlarda bu Şura ölümalarının deptilgınlığın ahvallar var. Bu ikki davrida, birisi Abu Bakr radhiyallohu anhu davrida, birisi İspaniyadagi o'z vaqtdagi Andalus deb qo'yamiz. Andalusdagi o'sha Umayya xalifalikniki ashadi qurilgan, parcha xalifalikda to'plangan Şura ulama deb ulamolar shurosidan ashta hukm chiqqan. Buni ijmo degan olmaydi, lekin hukmul jamoa yoki ra'yul jamoa deb mana chiqishga bo'ladi deydi Abdurrahman ko'z qarashda. Ammo sahobalarning davridan keyin yani şu Andalus'taki Umayya devletindeki şu devretin başka, sahabeler devretin başka vaktin kin bir icma çekilip bakmadı, mujtehidlerin köpüncüsünden bir teşri' tüpeyledin, bir hüküm tüpeyledin icma ro'yobga chiqib bakmadı. Hatta cemaatin teşri'mi chiqib bakmadı. Belki mujtehidlerin her bir şahsi öz şehrinde, öz muhitida, öz ijtihat bilen mustaqil ijtihat qildi. Xo'sh, bu yerdagi teşri' shaxsiy oldu, şuriymi emas. Ba'zida bütün fikirler ortaklaşma qaladı, bazı zıtopma qaladı. Faqih deyiladigan eng yuqori gap ma vaqalikda ixtilofni bilmaydi, deyalaydi. Hech kim ma naslida bir ijmo bor deyamaydi. Deydi Abdur, amaliyat reallik shunga sal yaqinroq. Xo'sh, bu gaplarning qolgan tafsiloti, qolgan inchki ahvoli men bayonida o'tgandek, xili zo'r vaqt sarf qilishga to'g'ri keladi, kuch sarf qilishga to'g'ri keladi. Xususan kitobning hajmi o'quvchilarning ahvoliga qarab biz mushuncha kifoya qilamiz endi. Ammo ijmoning turiga kelsak, ijmoningki hosil bo'lishining qandaqlik tarafdan ijmo ikkiga bo'ldi. Birisi ijmo sarih, ro'shan ijmo, amodatga qarasangiz birisi ijmo sukuti. O'zining atalg'usidan chiqib turibdi. Ro'shan ijmo deganimiz shu o'zining fikrini o'tirib qo'yganlarni hammasi oshkora o'tirib qo'yish. Sukuti deganimiz bir bilikda o'tirib qo'ysa, bir bilikda unga ha bo'pti deb qarshi chiqmay, jim tug'inimi ash ijmo hisoblanadi. Sarih deganimiz asrning mujtahidlarining hammasining vaqalikning hukmi ittifoq qilishi, ulardan har bir o'zining fikrini oshkora fatvo yoki qado bilan oshkorlash orqali, ya'ni har mujtahidning so'z yoki ish harakat o'zining fikrini oshkor ifodalaydigan ish harakat sodir bo'ladi. Bu ijmo sarihning gapi. Ijmo sukuti deganimiz asrning mujtahidlarining ba'zisi ma'lum vaqalikdagi o'zining fikrini fatvo yoki qado bilan oshkor o'tirib qo'yadi. Qolganlari o'zining fikrini oshkorlashdan sukut qiladi. Aşkarlangan fikirge qo'shilish bilan yoki qarshi turish bilan. Men bir nokta sukutni hukm aqlamaydi emas, ammo mujtahidning gadinda sukut qilish majbur, bayon qilish majburiyati bor. Haqni deyish majburiyati bor. Madam uning qo'qidigan yeri bo'lmasa, xushamat qiladigan tarafi bo'lmasa, buningga besim soladiganlar bo'lmasa, erkin o'zining fikrini o'tirib qo'ya oladigan turib, hech nimadan qo'rqmaydigan turib, o'tirib qo'yilgan fikrga nisbatan qarshi fikrni o'tirib qo'ymaganligini ba'zi ulamolar mana o'qidan turib qo'shilganlik deb qato qilsa, ba'zi ulamolar yo'q, qo'shilganlik emas, qo'shilmaganlik emas deb bunday qato qiladi. Ammo birinchi tur ijmo sarih deganimiz bu haqiqiy ijmo, bu shar'iy hujjat jumhurlarning ko'z qarashida. Ammo ikkinchi tur ijmo sukuti, ijmo e'tiboriy deb qo'yamiz. Ijmo e'tiboriy, chunki sakit jim to'g'a odam deganda qo'shildi deb jazm qilib bo'lmaydi. Dog'anda yerdan ijmoning chigildiganlik, ittifoq qildiganligiga amaliy jazm qilib bo'lmaydi. Shunlashqa buning hujjatligida ixtilof qildiqlik jumhurlar juda emas deydi. Endi bu degan mujtahidlarning ba'zining fikridan iborat, bundan chiqib ketmaydi deydi. Ammo Hanafi ulamolari mujtahid jim to'g'an, hodisa to'g'rilangan mujtahid va oshkorlangan fikr unga to'g'rilangan mujtahid bahs qilish, fikr shakllantirishga yetarli vaqt birib turib, yana jim to'g'an bo'lsa, yani o shuncha vaqtda turib, yetarli vaqt bor, qo'rqadigan hech qanday ish yo'q. Mushtaq turib, to'g'rilangan hodisaga qarata jim to'g'an bo'lsa, "Walam tujad shubhatun fi annahu sakata khawfan", u qo'rqib, xushomatchilik qilib, shundami, masxir qilib yoki boshqa bir sabablar tufaylidan jim sukut qilganlikka haqqida shubha tepilmagan taqdirda, demak ham uningga masala ayt aydin. O'tirib o'qiyoldi. Köde, tushanda, boshqalarning o'tirib qolgan fikrini ham angladi. Buning qo'rqadigan ishi yo'q. Bir qildan xushamati yo'q, boshqalarga nisbatan mushtaq turib jim turgan bo'lsa, yana hujjat. Chunki
fatvo so'ralgan maqomda, bayon qilish maqomida, hukm chiqarish maqomida mujtahidning jim turishi, bahs qilgandan keyin uning fikrini oshkorlashdan cheklaydigan bir ishning yo'qolishi bilan birga qarshilik qiluvchi bo'lsa, mana tug'anliqqa, jim tug'anliqqa sukuti uning oshkorlangan fikriga qo'shilganligining dalili. Chunki u qarshilik qiluvchi bo'lsa, uning sukut qilish la yajuz deb Hanafiy ulamolari ijmo sukutini dalil qatorida hisoblaydi. Xo'sh, avtor o'zining ko'z qarashini o'tirib qo'yib, vallazi arahu rajih. Men to'g'ri deb qaraydiganimni jumhurning ko'z qarashi, chunki mujtahid emaslardan jim tug'uchini bir qancha sharoit, bir qancha munosabatlar uning sukutini qo'rshab turadi. Masalan, ba'zi ruhiy kayfiyat emasmi ba? Bu sharoit, munosabatlarning hammani tashrif buning bir narsa ta'sir qildimi, qilmadimi? Shundaymi? Tashrif bu zodir mushu fikrga rozi bo'lib qo'shilib jim turib jazm qilolmaydi. Chunki sukut qo'g'ish degandan keyin ra'yi yo'q. Uningga na qo'shildi, na qarshilik qildi deb fikr nisbat berilmaydi. Unda o'g'anda biz buning ijmo'i bilan yoki buning sukuti bilan ijmoning ijodini hisoblayolmaymiz deb Abdurrahmon ko'z qarashini qo'lladi, hisobda jumhurning qo'lladi. Abdurrahmon oxirida deyotdiki, shu kitoblarda ijmo deb tilg'alaman. Aksaru ma waqa'a degani ijmo deb atalgan yuz bergan ishlarning ko'pinchisi ijmo sukutining qatoridan deb mushtat. Demak, Abdurrahmonning ko'z qarashi qaysi tarafga moyil? İcma asasen çigilishi ters, çigilmaydi yoki çigilishi mumkin emas. Yuqorida biz taraf qilgan bayon bo'yicha deganda shu tarafga moyil. Ammo ijma o'zining hukmiga dalalati qat'iy bo'lish, zanniy bo'lish tarafini ikki xil bo'ladi. Birisi hukmiga dalalati qat'iy ijma, o'sha ijmo sarih shu. Endi demakchi o'g'limiz ma'no degan bunday deganlikning ma'nosi buning hukmi keskin, uning voqealigida uni qarshi hukm chiqarishga yo'l yo'q. Shu voqealikka sarih ijmo chigilib bo'lgandan keyin shu voqealik shar'iy hukmga qayta itoat qilishning o'rni yo'q. Keskin qat'iy ijmo deymiz deydi. İkincisi icma hükmü zalalatı zanni yo'g'an icma bu sukuti bunundan deganlikning ma'nosi buning hukmi maznun degani ehtimollik kuchlik ehtimollik voqealik ya'ni qaytadan ijtihod qilishning o'rni bo'lishdan chiqib ketolmaydi chunki u mujtahidlarning bir bo'liklarining ra'yidan iborat bas hammasidan emas shunga ijma sukutini qaytadan bahs qilishga bo'ladi ammo ijma sarihni qaytadan bahs qilishning o'rni yo'q deb gapni oxirlashtirdi va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.